listening 9. Yo siz 39 ta topgansiz, yo 40 ta topgansiz. Breakdown bermadingizmi? Berdim, hali chiqmadi. Hali chiqmadi. Demak 39 ta yoki 40 ta topgansiz. Bu natijaga qanaqa qilib erishdingiz? Har safar test ishlaganimda o'sha 40 tadan 40 tani обязательно tahlil qilardim. Kalit so'zlariga ishlardim yoki lug'atlariga, hammasiga va audioni qayta-qayta eshitishni ham maslahat berardilar ustoz. Quruq o'tkazmaslik kerak. Masalan, ishladingizmi? Bo'ldi, ishladim emas. Materialni ustida o'tirib, yaxshilab ishlab, agar masalan bitta passage bo'ladigan bo'lsa ham, 13 tadan 13 ta ishlasam ham tahlil qilib chiqardim. Har bittasini 9 olgan instruktorlarni, writinglarni tahlil qilardim. Ular qanaqa paragraflarga ajratishyapti, nima yozishyapti, qaysi paragrafda. Mana shu tahlil o'stirdi deb o'ylayman oxirgi oylardagi. Hozir aytayotganlaringizdan mana shuni xulosa qilsam bo'ladi. Siz hech qaysi bir material o'qilmagan ekansiz-da. Perfectionist bo'lganingiz uchun, ya'ni har bitta materialdan to'g'ri foydalana olganingiz uchun siz hozir 8 natijaga erishib turibsiz desam ham mubolag'a bo'lmaydi. O'zi apellyatsiya natijam chiqqanda hech kimga aytmadim. Ertasi kuni o'zim borib, natijamni qo'limga olganimdan so'ng opamga telefon qildim. Telefonda reaksiyalari juda boshqacha, xursand. Assalomu alaykum hammaga, Everest YouTube kanaliga xush kelibsiz. Agar siz ham Everest o'qiyotgan bo'lsangiz yoki Everest o'qishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, tabriklayman, to'g'ri qaror qabul qildingiz. Chunki bugun kandidatimiz ham birinchi urinishda IELTSdan 8 olganlar va ularning birinchi tanlovlari ham Everest o'quv markazi bo'lgan. Keling yaxshi ular bilan tanishamiz. Assalomu alaykum Parizoda. Assalomu alaykum. O'zingiz auditoriyaga tanishtirib bersangiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Parizod. Hozirda O'zbekiston Milliy universiteti talabasiman. Everest Integro filialida Firdavs Abdurahmonov ustozda o'qib va shundan so'ng Amur Temur filialida Nodirjon Egamirdiyev ustozda o'qib 8 ballni qo'lga kiritdim. Demak siz Everestni ikkita ustozda ta'lim oldingiz. O'zgartirishingizga nima sabab bo'ldi? Aniqlashtirib ketaylik. O'zi birinchi Everestga kelganimda birinchi kurs talabasi edim. Shundan so'ng Firdavs ustozda Pre-IELTS va Introduction darajalarini o'qiganimdan so'ng biz keyingi kursga o'tdik universitetdan va bizni o'qish jarayonimiz vaqt o'zgardi va kunning ikkinchi qismida o'qiydigan bo'ldik va vaqtlar to'g'ri kelmay qoldi. Shu sabab o'zgartirishga majbur bo'ldim. Shu sabab o'zgartirishga majbur bo'ldingiz. Keling, endi ikkala ustozga ham ozgina ta'rif berib o'tsangiz, qanaqa dars o'tishardi? Chunki siz baribir fundamentingizni ko'p qismini Firdavs akada, IELTSni juda ko'p qismini esa Nodir akada o'rgangan ekansiz. Shunga ozgina ta'rif berib keta olasizmi? Avvalo ikkalalari ham tan berganman. Everestni eng zo'r, eng bilimli, kuchli ustozlari. Firdavs ustoz ham, Nodirjon ustoz ham o'zlarining strategiyalari, taktikalari bor va ayta olamanki, mana shu natijamga o'sha ikkita ustozning taktikalarini birlashtiribgina erisha oldim deb o'ylayman. Firdavs ustoz ko'proq grammatikaga ham ancha katta ahamiyat beradilar. O'sha pre-IELTS darajadan prям oxirgi graduation darajagacha biz grammatikamizni yana ham balandroq qilib oshirishga harakat qiladilar. Chunki bilamizki, o'sha IELTSni negizida ham o'zi grammatikasiz natijaga erishish qiyin. Bundan tashqari vazifalar haqida aytib o'tishim shart emas bo'lsa kerak, chunki har bir Everester biladiki, juda vazifalar ko'p beriladi va Nodirjon ustozi ham o'zlarini taktikalari, o'sha savollarga yechimi, qanaqa qilib vaqtga ulgurish, qanaqa qilib oson topish, shunaqa strategiyalari, xullas ikkita ustozga ham gap yo'q. Demak, ikkala ustozni strukturalarni kombinatsiya qilish orqali siz bu darajaga erishdingiz. Qarang Parizod, siz birinchi kursga kelganingizda yo'q, birinchi tanlovingiz Everest bo'lgan ekan. Bu qaror qabul qilishingizga sizga nima turtki bo'ldi yoki kim sizga aynan Everest o'quv markazi haqida ma'lumot berdi? O'zi boshda ingliz tili o'rganish rejamda yo'q edi, lekin o'qishga kirganimdan so'ng o'zi opam Everester edilar va opam hozir vaqting bo'lgani uchun ingliz tili o'rgansang qanday bo'lar ekan deb taklif kiritdilar. Keyin men rozi bo'ldim. Chindan ham vaqtim bor edi va o'sha vaqtimdan unumli foydalanishga qaror qildim va ingliz tilini boshladim. Tabiiyki tanlovim Everest edi, chunki opam ham Everester bo'lganlar. Shundan so'ng boshladim. Integro filialida Firdavs Abdurahmonov ustozda boshladim o'qishni. Opingiz ham aynan bizda Everest o'qiganlar, Everester bo'lganlar va bu yerda natija chiqarganlar. Adashmasam, syomkadan oldin aytib o'tdilar, opingiz natijalari ham ketdi. Juda ham zo'r va ular sizga eng katta motivatsiya bo'ldi. Albatta. Zo'r. Endi qarang Parizod, bittada sabteslarga o'tadigan bo'lsak, hammaga qiziq. Necha oldingiz? Listening 9, reading 8,5, writing va speaking 7. Zo'r. Adashmasam, siz apellyatsiyaga ham bergansiz, Aynan qaysi section apellyatsiyaga berdingiz? Speaking sectionni berdim. Necha edi va nechaga ko'tarildi? 6 dan 7 ga ko'tarildi. 6 dan 7 ga ko'tarildi. Zo'r. Bu haqida speaking qismiga ham biz обязательно to'xtalib o'tamiz. Keling birinchi listeningdan boshlaylik. Listening 9
Yo siz 39 ta topgansiz, yo 40 ta topgansiz. Breakdown bermadingizmi? berdim, hali chiqmadi. Hali chiqmadi. Demak, 39 ta yoki 40 ta topgansiz. Bu natijaga qanaqa qilib erishdingiz va stak bo'lib qolayotganlarga nima maslahatlar berib o'tgan bo'lardingiz? Ustozim aytib o'tardilar, o'sha har bitta listening, reading, o'sha savol turlari bilan ishlab boshlaganimizdan so'ng bironta materialni isrof qilmagin deb aytib o'tardilar-da bizga. Har bitta material ustida yaxshilab ishlab, o'sha materialdan nima bo'lsa hammasini olib, keyin o'tkazgin derdilar-da. Mana shu gaplar qulog'imda qolib ketgan. Har safar test ishlaganimda o'sha 40 tadan 40 tani обязательно tahlil qilardim, yaxshilab. Qayerda kalit so'zlariga ishlardim yoki lug'atlariga, hammasiga va audioni qayta-qayta eshitishni ham maslahat berardilar ustoz. Bundan tashqari o'sha aytib o'tganimdek Notirjon ustozni o'zlarining strukturalari, taktikalari bor edi. Endi uni ustozga borib o'rganish mumkin yog'ini. To'g'ri. Baribir siz aytib o'tganingizdan ko'ra ustoz orqali bemalol o'rgangan yaxshi, to'g'rimi? Masalan, qanaqa taktikalarni hatto ozginchasini aytib bera olasiz? Masalan, analiz bo'ladimi yoki praktika qilayotganda boshqacha yondashuvmi? Masalan, savol turlariga ishlardik. Undan tashqari o'sha audioni biroz tezlashtirilgan variantda ishlashni maslahat berardilar ustoz. Ya'ni o'sha audioni tezlashtirilgan variantda ishlashga o'rganganingizdan keyin u yoqda haqiqiy audio biroz sekinroq tuyuladi va o'sha javobni topish ham osonlashadi. Parizod, hozir shu o'rinda menda bitta savol tug'ildi. Bilasiz, IELTSga kirganda birinchi listening qo'yiladi, to'g'rimi? Eng hayajon pikka chiqqan vaqt bo'ladi. Bu paytda hayajonni qanaqa bosish mumkin va qanaqa qilib fokusni saqlash mumkin? Imtihonga o'sha birinchi imtihonimda tabiiyki hayajon kuchli. Lekin men juda erta borib olganman, xabarim bo'lmagan. O'sha birinchi borib kirib o'tirganmiz, ancha vaqt kutib qolganmiz hammani. O'tirib hayajonimni bosganman ancha vaqt, yaxshilab. Mana shu oxirgisi, mana shundan o'tsang, nasib bo'lsa bo'ldi, yaxshi natija bo'ladi deb o'zimni tinchlantirganman. O'sha audio qo'yilishi bilan xayolimni jamlab ishlashni boshlaganman. Birinchi navbatda albatta xayol fikrini jamlash kerak. Mana shu hayajondan ham ko'ra muhim deb o'ylayman. Demak, siz hozir aytdingiz, oldindan kirib olib, hayajoningizni bosgansiz, o'zingizni tinchlantirgansiz va o'zingizga motivatsiya bergansiz. Sen shu kunga anchadan beri tayyorgarlik ko'rib kelyapsan. Endi performans ko'rsatish vaqti keldi. Zo'r. Lekin bunaqa erta kirib hayajonni bosish hech kimga maslahat bermayman. Chunki ancha vaqt kutib qolishsa biroz toliqish bo'ladi. Shuning uchun vaqtida kirgan yaxshi baribir. Ya'ni siz paper based topshirgansiz, to'g'rimi? Adashmasam soat 1 da boshlanadi har doim. 1 da boshlanadigan bo'lsa, demak siz vaqtliroq kirib olgansiz. To'g'ri. Yaxshilab ovqatlanib, qorinni to'q qilib, o'ziga motivatsiyani berib kirish kerak. Yaxshi maslahat bo'ldi. Albatta, yaqin IELTS topshiradiganlar ko'rishsa, albatta o'zlari uchun foydali narsa o'rganishdi. Keling endi reading sectionga o'tadigan bo'lsak, unda nimalar qildingiz? Qanaqa artikellar o'qidingiz yoki bo'lmasa overall qanaqa qilib oshirdingiz? Bilamizki, o'qish skilli. O'zi kitob o'qishni juda ham yaxshi ko'raman. O'zbek tilida ham va o'sha ingliz tiliga kirib kelganimdan so'ng ingliz tilida, ya'ni o'sha tarjima asarlar emas, endi asliyatda o'qishni boshladim. Pre-IELTS introduction darajalarida ham o'qirdim, juda qiyin bo'lardi. Albatta tushunish kam-kamdan ustozim aytardilar, 5 bet, 10 betdan o'qisangiz juda bosim bo'lmaydi deb aytardilar. Harakat qilardim. Baribir yaxshi ko'rgan mashg'ulotim edi. Yaxshilab kitob o'qishga ko'proq ahamiyat berardim va ta'sirini juda kuchli sezganman. Oxirgi imtihonimdan oldinroq darajalarda his qilardimki, o'sha murakkab badiiy asarlarni ham yaxshi tushuna boshladim. O'sha badiiy asar o'qish, kitoblar o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim. Masalan, kitob o'qishni uncha yoqtirmaydiganlar, masalan, bilasiz, kitob 200 bet, 300 betdan oshiq bo'lishi mumkin, badiiy asarlari ko'psida. Masalan, qaysi 100 betdan ko'proq bo'ladi. Uncha o'qishga motivatsiyasi yo'q yoki o'qishga kelmayotganlarga ularga nima maslahat bergan bo'lardi readingni oshirish uchun? Kitoblar ham har xil mavzuda bo'ladi. Baribir hamma kitob o'qishni yoqtirmasa-da, qaysidir mavzuni yoqtiradi. Ya'ni o'sha mavzudagi kitoblarga, ilmiy bo'ladimi, badiiy bo'ladimi farqi yo'q. Men ko'proq badiiy asarlarga qiziqardim. Yoki o'sha berilgan IELTS materiallarini o'zidan ham yaxshilab shug'ullanish orqali o'stirish mumkin. Boya aytib o'tganimdek, o'sha har bitta ishlanish kerak bo'lgan materialni quruq o'tkazmaslik kerak. Masalan, ishladingizmi, bo'ldi, ishladim emas. Materialni ustida o'tirib, yaxshilab ishlab, agar masalan bitta passage bo'ladigan bo'lsa ham, 13 tadan 13 ta ishlasam ham tahlil chiqardim har bittasini. Va o'sha matnni eng asosiysi kamida 5 marta o'qirdim ishlab bo'lganimdan so'ng. 5 marta? Ustozim o'qitardilar. Kamida?
Bu faqat o'sha matnni tushunishga emas, tushunishga ham juda katta yordam beradi. Baribir matnni ishlaganingiz bilan mazmunni juda 100% tushunmagan bo'lasizda. O'shani o'qiganda tushunish ortadi. Bundan tashqari tezlikka ham yordam beradi bu narsa. O'sha ichkarida bilamizki, 1 soat ichida 3 ta passajga ulgurish ba'zilarda muammo bo'ladi. Agar o'qish tezlik oshsa, bemalol ulgurish oson bo'ladi shunda. Rahmat kattakon. Endi mana writingdan 7. O'zi o'qizda ham shunaqa 7 qo'yisharmidi? Ya'ni ustozlar ham sizni writingingizni qanaqa baholashardi? O'zi eng zaif nuqtam writing edi, to'g'risini Hammamizniki. Va o'sha oxirgi oyda mockga kirdim, Everest mocklarida qatnashib, 7 chiqqan paytlari ham bo'lardi, lekin har doim emas. O'sha writing yozgandan so'ng ideyalarga harakat qilardim yig'ishga. 9 olgan instruktorlarning writinglarini tahlil qilardim. Ular qanaqa paragraflarga ajratishyapti, nima yozishyapti, qaysi paragrafda bog'lovchilariga e'tibor berardim. Mana shu tahlil o'stirdi deb o'ylayman oxirgi oylardagi va o'sha ustozlarimizni bergan strukturalari, o'sha writing yozish bo'yicha ko'rsatmalari, mana shularni birlashtirib yaxshi yozishga harakat qildim. Siz shunda task 2 ga ham, task 1 ga ham ulgurdingiz a? Ha, vaqtida bo'ldi. Kirib birinchi task 2 ni boshladim. Ro'pa-rosa 40 daqiqada tugadi va task 1 ga o'tdim. U ham so'nggi soniyalarda bir marta o'qib chiqishga ulgurdim, shunda vaqt tugadi. Demak ulgurib qolsiz, to'g'rimi? Chunki ba'zi birlarni eshitamiz, masalan, ulgurishmagan bo'lsa-da, lekin yaxshi yozganligi sababdan masalan 7+ yoki undan yuqori ham olishadi. Ba'zilar ulgurmaganligi uchun ba'zida tushib ham ketadi. Endi bu kontekstga o'zini yozgan writingga ham bog'liq. Yana writingda nimalarni maslahat bera olasiz? Masalan, writing skilllarini yaxshiroq oshirish uchun. Bilamizki, faqat ideya emas, ya'ni g'oyaga emas, albatta grammatikaga ham katta ahamiyat beriladi. Men o'ylaymanki, agar o'sha kandidatda grammatika yaxshi bo'ladigan bo'lsa, writing yozishda juda katta qiyinchilik bo'lmaydi. Faqat boya aytib o'tganimdek, writingni oshirish uchun yozish kerak, readingni oshirish uchun o'qish kerak, listening uchun tinglash kerak. Ko'proq yozib, agar grammatika yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bemalol menimcha faqat 7 emas, 8, hatto 9 ga ham chiqish mumkin. Hozir siz shu o'rinda juda ko'p grammatikani ta'kidlayapsiz-da. Masalan, boshida ham hozir ham grammatikani roli qanchalik darajada kattaligini aytib o'tyapsiz. Aynan shu grammatikani odam yaxshilash uchun qanaqa kitoblardan foydalanish kerak? Masalan, albatta bunda ustozingiz tushuntirgan metodlari yoki ularning usullari ham katta rol o'ynaydi. Lekin self study uchun nimalarni maslahat bergan bo'lardingiz? Self study uchun menimcha alohida bitta kitob olib kelib, uni ustida ishlash shart emas deb o'ylayman. O'sha qo'limizdagi materialni, masalan, bilamizki, o'sha reading materiallaridagi matnlar grammatik jihatdan juda mukammal bo'ladi. Ular maqolalar bo'ladi, ya'ni grammatik jihatdan ko'ramizki, juda baland grammatikalar ham qo'llangan. O'shalarga reading materialni ishlab bo'lgandan so'ng 5 marta o'qish deganimda, ya'ni shu ham bor ularning ichida. Siz ularning grammatikasiga ham ahamiyat berib, ularni o'rganishga harakat qilsak, o'zi bizga hamma narsa berib qo'yilganda, faqat uni olishimiz kerak. O'sha yerdagi grammatikalarga ahamiyat berib o'rganishga harakat qilardim. Ya'ni bu yerda o'sha grammatikani qanaqa holatda qo'llanilishi ham ko'rsatilgan bo'ladi-da. O'sha yerda aniq hamma narsa menimcha oladigan odamga berilgan. Hozir aytayotganlaringizdan mana shunaqa xulosa qilsam bo'ladi. Siz hech qaysi bir material o'qimagan ekansiz-da? Harakat qilardim. Demak, qanaqadir perfectionist bo'lganingiz uchun, ya'ni har bitta materialdan to'g'ri foydalana olganingiz uchun siz hozir 8 natijaga erishib turibsiz desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Endi mana Speakingda nima bo'ldi? Nimaga unaqa 6 qo'yib qo'yishdi sizga? Keyin uni qanaqa qilib apellyatsiyaga berish qaroriga kelib qoldingiz? Nimalar bo'ldi? Shu haqida ham batafsil gapirib bersangiz, birinchi bo'lib. O'zi speakingga oxirgi o'sha imtihonim registratsiyadan so'ng yaxshilab shug'ullanishga harakat qildim. Bunda opam ham hissasi katta bo'ldi. Men uchun o'sha ishlar o'qishlardan tashqari vaqt ajratdilar, birga shug'ullandik. Shundan so'ng har bitta o'sha topiklarga to'xtalib o'tishga harakat qildik, lekin tugata olmadim o'sha yapdagi topiklarni. Hayajon juda ham kuchli edi. Eng qo'rqqanim speaking edi. Shuning uchun imtihonni oldinga qo'ydim speakingni. Kirganda albatta hayajon bo'ldi, lekin o'sha oldin ko'rib o'tgan topikim tushdi-da. Yaxshi gapirishga harakat qildim. Menimcha juda yomon gapirdim deb o'ylamadim, lekin nimagadir 6 chiqdi. Shundan so'ng ustozim bilan maslahatlashib, apellyatsiya berishga qaror qildik va bu o'zini oqladi. Shunda sizga necha ball yetmagandi o'zi aslida? 0.5. 0.5 ball yetmaganda, lekin sizni speakingiz 1 ballga oshdi. Demak, speakingda opangizlar bilan yoki ustozlar bilan, assistentlar bilan ko'proq shug'ullanganingiz sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oqladi va haqiqatan a'lo natijangiz speakingiz 6 dan 7 ga ko'tarildi.
juda ham zo'r performans qilib chiqqan ekansiz. Endi keling mock natijalaringiz haqida. Mockga qanchalik ko'p qatnaganingiz, uni ta'siri haqida ham ozgina gaplashib o'tsak. Mockni birinchi navbatda o'ylaymanki, o'sha imtihonda bilamizki, o'sha 3 soat, kamida 3 soat o'tiriladi, hech qanaqa tanaffussiz. Mock birinchi navbatda shunga tayyorlaydi deb o'ylayman. Boshida chunki oxirgi 1 oy davomida mockga borgan bo'lsam, birinchi borgan paytlarimda juda bosim kuchli bo'lardi. O'sha oxirida writing yozishga xohish qolmagan paytlari ham bo'lganda, lekin oxirlariga borib bu bosim kamaydi va men uchun oddiy holatga aylandi bu. Ya'ni 3 soat o'sha imtihonda o'tirish. Undan tashqari mock materiallari reading listeningga juda katta yordam berdi. Ba'zan qiyin materiallar tashlanardi yoki listening biroz tezlashtirilgan variantda. Bular ba'zan natijalar kam chiqqanda biroz ishonch tushardi-yu, lekin his qilardim, bu biroz qiyinroq material, o'zingni tushirmagin, yaxshi bo'ladi deb. Speaking alohida holat, ya'ni o'sha Drujba filialiga borardim mockga. U yerda speaking juda zo'r olinardi. Men o'sha yerda juda katta yordam oldim deb hisoblayman. Ya'ni o'sha yerda berilgan tiplar, menga berilgan maslahatlar, o'sha imtihon jarayonida ham juda katta yordam berdi va ishonchimni ortishiga ham katta ko'mak berdi deb o'ylayman. Ha, demak, mockni o'rni IELTSda, ya'ni IELTS topshirishdan oldin mockni o'rni juda ham katta. Endi qarang, o'zingizdan o'zi 8 kutganmidingiz? Birinchi urinishingiz ekan, tim bo'lmay masalan hayajonlanib chiqqansiz. O'zi 8 kutdingmidingiz o'zingizdan? Yo'q, 8 kutmagandim, to'g'risi. O'zi IELTSga birinchi kirib kelganimda ham topshirgan vaqtimda menimcha 7+ ga harakat qilardim. Lekin 8 xayolimga kelmasdi to'g'risi, chunki juda qiyin deb aytishardi. 8 olish albatta birinchi urinishda yana o'ylardimki, hamma 8 olganlar yoki 8 dan baland olganlar 2-3 marta topshirishda olishsa kerak, birinchi martada imkoni bo'lmasa kerak deb o'ylardim. Lekin albatta niyatim 8 so'rardim. Niyatingiz xolis ekanda. Bo'larkan. Bo'larkan. Qarang, siz baribir birinchi apellyatsiyadan oldin 7,5 olgan, to'g'rimi? Shunda SMS kelganda ochganingizda o'zingiz qanaqa his qildingiz? 0,5 yetmagan tim bo'ldi sizga 8 ga. O'zi imtihondan chiqqanimda listening readingga ishonchim juda baland edi. Kamida 8 bo'lishini bilgandim ikkalasini ham. Writingdan ham ko'nglim to'lgandi, faqat qo'rqqanim biroz speaking edi, chunki men biroz o'zi tabiatan hayajonlanadigan odamman-da, o'shanga 7,5 bo'lishini ko'nglim sezgandi, to'g'risini aytsam. 8 bo'lishiga ham umidim bor edi. Chunki aytib o'tganimdek listening readingga ishonchim kuchli edi, lekin SMS kelganda 7,5 ligini ko'rdim. Xursand bo'ldim, lekin biroz ko'nglimda 8 ga ham intilish bor edi-da. Keyin hisoblab ko'rsam 0,5 yetmayapti. Biroz alam qilgan. Alamli 7,5 deysiz bu. Albatta. Shundan keyin ustozim bilan maslahatlashib apellyatsiya berganmiz. Ha, juda ham zo'r bo'lgan ekan, ayniqsa boshqacha hissiyot ekanda, hozir 7,5 olib, keyin sразу uni 8 ga ko'tarib olish zo'r. Endi uyingizdagilar qanaqa o'zlarini his qilishdi? O'zlar qanaqa ularga ta'sir qildi? Masalan, birdan 7,5 olganda qanaqa xursand bo'lishdi? O'z 8 ga ko'tarilganda qanaqa bo'ldi? Opingiz reaksiyalari qanaqa bo'ldi? Uyimdagilar juda ham xursand bo'lishdi albatta. Ayajonimlar, dadajonimlar, opamning reaksiyalari alohida mavzu. Ular 7,5 olganimda ham birinchi tabriklab, xursand bo'lib tabrikladilar, lekin 8 boshqacha bo'ldi. O'zi apellyatsiya natijam chiqqanda hech kimga aytmadim. Ertasi kuni o'zim borib, natijamni qo'limga olganimdan so'ng opamga telefon qildim. Telefonda reaksiyalari juda boshqacha, xursand. O'zi opamning o'rni bu natijada juda ham katta, menga juda katta qo'llab-quvvatlash bo'ldi opam. Butun o'sha IELTS tayyorlanish davrida ham juda katta yordam berdilar, o'zlarining maslahatlarini ayamasdan meni qo'llab-quvvatlab. Hatto ayta olaman, o'zimdan ham ko'proq xursand bo'ldilar. O'zlari ham aytdilar, men 8 ola olmagandim bir martada. Seni kutgandim, juda ham xursand bo'ldim. Shu dedilar. Hozir aytyapsiz, ustozlarning strukturalari, ularning bergan yordamlari va albatta qarindoshlar tomonidan beriladigan motivatsiya, ya'ni oilangizning motivatsiyasi ikkalasi sizga juda ham katta overall motivatsiya bo'lgan ekan, to'g'rimi? O'zi birinchi navbatda o'sha ustozlarimning ishonchini oqlash, ularni bilamizki, mehnatlari juda katta bizning mana shu natijamizda. Bundan tashqari ota-onam, yaqinlarimning ishonchini oqlash, ularni ishonchi, ya'ni ustozlar va oilamning ishonchi meni yana ham qattiqroq ishlashga undardi har doim. Harakat qilardim, ba'zan uyqudan voz kechib deymizmi, shunaqa. Parizod birinchi urishda 8 oldingiz. Undan oldingi
hayot qanaqa bo'lgan, undan oldingi dunyoqarash qanaqa bo'ldi va IELTS qanchalik darajada sizni hayotingizni, dunyoqarashingizni o'zgartirib yubordi? Meni yo'nalishim ingliz tiliga oid emas. O'zbek tili yo'nalishida o'qiyman, filologiya sohasida. Sohamni juda ham yaxshi ko'rardim. Boshida ham ingliz tilini shunchaki qo'shimcha fan sifatida o'qirdim. Ingliz tili hayotimni bir qismiga aylanib qoldi desam xato bo'lmaydi. O'sha kitoblarni ingliz tilida o'qish juda boshqacha hissiyot berardi baribir. Va natijani chiqishidan oldin ham o'zi oldinroq ingliz tili sohasi menda juda katta qiziqish uyg'ota boshladi va o'sha Everest markazidagi muhit ham, o'sha opam ham aytganimdek Everestlar juda ham rejalarimda katta o'zgarish yasadi. Sir bo'lmasa qanaqa o'zgarish bo'ldi? Masalan, endi siz ham IELTS topshirganingizdan keyin IELTS instruktor bo'lish career pathni o'zgartirish niyatingiz bormi? Niyatim bor. Zo'r. Agar albatta IELTS bu kabi narsa sizni hayotingizga pozitiv bunaqa yaxshi ta'sir qiladigan bo'lsa, biz juda xursandmiz. Qarang, siz nafaqat bitta sertifikat, bilimli IELTS sertifikatli bo'ldingiz, balkim sizni hayotingizga ham o'zini qanaqadir pozitiv ta'sirini o'tkazibdi. Endi Parizod, bizani shunaqa bitta odatimiz bor. Intervyularda har bitta 8 olmoqchi bo'lgan achiever nima qilishi kerak? Bitta narsa maslahat bersangiz. Albatta qilinadigan ish ko'p, lekin menimcha javobni intervyu davomida aytib bo'ldim. Ya'ni o'sha ustozim har doim aytardilar, materialni isrof qilmagin deb. Har bitta o'sha ishlangan materialdan iloji boricha hamma grammatika deymizmi yoki lug'at jihatdan deymizmi, iloji boricha hamma narsani olib qolish kerak deb o'ylayman. Mana shu kalit. Alohida boshqa yangi kitoblar olib kelib shug'ullanish. Albatta bular ham yaxshi, lekin avval qo'limizdagi material bilan yaxshilab shug'ullansak yaxshi deb o'ylayman. Zo'r maslahat bo'ldi. Ya'ni bungacha bo'lgan achieverlar ham o'ziga xos, o'zlarining usullaridagi qanaqadir zo'r maslahatlarni beradi. Aynan siz ham o'zingizning jo'rningizdan kelib chiqib, albatta kerakli bo'lgan yangi insight bo'ldi deb o'ylayman hammaga. Parizod voqea ajratib kelganingiz uchun rahmat kattakon. Taklif uchun rahmat. Bunaqa yuqori natija bilan yana bir marta tabriklayman. Rahmat. Rahmat. Everest jamoasida sizni kutib qolamiz. Rahmat, inshaalloh. Ko'rib turganingizdek, bugun biz Parizodning IELTS jurnallari bilan tanishdik. Agar siz o'zingiz uchun qanaqadir yangicha approach yoki qanaqadir o'zingizga yangi insight olgan bo'lsangiz, demak biz bugungi intervyudan qilgan maqsadimizga erishamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing va o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Rahmat.